Assalomu alaykum barchaga. Vasilamiz uxlayotgandi, o'shandan unumli foydalanib sizlar bilan bitta so'zni muhokama qilmoqchi edim. Ad hominem. Ad hominem. Menimcha lotin tilidan kirib kelgan so'z bo'lsa kerak ingliz tiliga. Xullas, shaxsiyatga ketish degan ma'noni bildiradi. Misol uchun qaysidir o'quvchi menga fikr etsa, o'sha fikr orqali javob berishim mumkin. Yoki ad hominem hujum qilishim mumkin, ad hominem comment qilishim mumkin. Misol uchun, "Ey, sen kim deb o'ylayapsan o'zingni? Men professorman. Sen buni bilmaysan, men bilaman" debdi. O'shanga ad hominem hujum, attack bo'ladi bir xillarda. Misol uchun, kimnidir kelib chiqishidan, dinidan yoki tuzilishidan, yurishidan, ko'rinishidan kelib chiqqan holda shaxsiyatiga tegiladi. Hey, sen kambag'alsan, qayerdan bilarding? Yoki ey, sen ayol kishisan, qayerdan bilarding? Yoki hey, sen kalsan, sen achkariksan, sen anaqa misol uchun respublikachisan, sen demokratsan, sen qayerdan bilasan buni degan ma'noda o'sha ya'ni fikr orqali emas, balkim shaxsiyatga tegish orqali o'sha argument beriladi. Bu juda ham anaqa yomon narsa, chunki asosiy masala qolib ketadi. Birov o'zini o'sha shaxsiyatga tegish orqali argument beradi. Amerika Qo'shma Shtatlarida menimcha kuzatishim bo'yicha prezident Tramp menimcha mana shunaqa ad hominem hujumlarni ko'proq qilib turadi. Ingliz tilini bilsanglar kuzatinglar. O'zbek segmentida ham kuzatdim. Kommentlarni o'qiysiz. Asosiy muammo qolib ketadi. Fikr bilan emas, balki shaxsiyatga ketish orqali kommentlar juda ham ko'p bo'ladi. Bu sog'lom jamiyatda bu narsa bo'lishi kerak emas. Shuning uchun ham mabodo IELTS o'rganayotgan bo'lsanglar, ingliz tilini bilsanglar, ad hominem shuni lug'atdan ko'rib ishlatishni ham ko'rvasanglar bo'ladi. Foydali bo'ldi deb umid qilaman. Hammamizga to'g'ri fikr berish orqali yashashimizga Alloh o'zi to'g'ri ko'rsatsin. Ad hominem hujumlardan ehtiyot bo'laylik.